Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat bo'lishlar. Har juma kuni Xudo xolasa sizlarga o'zimni savol bilan kirishni rejalashtirdim. Bugun ham o'zimni savol bilan kirdim. Ikkita savol beraman. Ikkoviga ham to'g'ri javob berish kerak. Savolimiz nima? Birinchi savol. Filial direktori familiya nimasi? Kimda javob? Savol qarayapman. Yana bizim sultanında birinchi bo'ldi. Qani? Bor? Qani yigitlar? Nimaga deyish qoldi referendumga 19 kun. Javoblar bormi? Sizlarni tark etaman, uzr ustoz. Sog' bo'ling. Sizlar qarashga. Assalom. Rahmat o'tirishlaringiz. Nechinchi ustoz? Charchamayapsizlar, hurmatli talabalar? 5 minut vaqtlarni olaman. Har juma kunga chiroyli qilishlarim bilan sizlarga bir ko'zlaringni quvontirib beraman. Har juma kuni o'zimni savol bilan kiraman. Ikkita oddiy savol beraman. Bir kishi to'liq javob berish kerak. Shartim tushunarlimi? Olimjon? Filial direktorining to'liq ismi sharifi o'zi so'rasin. Kimda javob bor? Sharifi otasini ismi. Telefonga qarashib. Farruh Muxtarovich Muhammedovich. Oy, bo'lmadi-ku Farruh Muxtarovich Muhammedovich qara bo'ladi. Muhammad. Qaytarib Farruh Muxtarovich Muhammedovich. Tur. Jam. Ana. To'g'ri. Beramiz savol. To'g'ri, uni olib qo'ying. Hozir qol. Chiqing bo'lsin. Qolib qarshi keladi, bunday qilib keladi. Sekinroq. Xudodan so'rayotganingizdami? Vaqtingizni olmadingmi? 5 minut qo'shib beramiz vaqtida. Qo'shimcha vaqt qo'shib beradi. Har juma shunaqa qilib kirib tursam bo'ladimi? Sovg'alarim juda ko'p, zakovatni yutalmadik, ko'pchilik yo'qolib ketdi. Shuni tarqatib yuboraymi? Bir hafta vaqtimiz qoldi o'zimizga. Vaqtni qadriga yetish kerak.